Diqqat! O'zbekistonda prava, ya'ni haydovchilik guvohnomasini olmoqchi bo'lganlarga tezkor xabar. Endilikda yana bir imtihondan o'tishingiz kerak bo'ladi. Videorolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosganlar video oxirida 15 ming so'm egasi bo'lasiz. Endi haydovchilik guvohnomasi olish uchun birinchi tibbiy yordam ko'rsatish bo'yicha ham imtihondan o'tish kerak bo'ladi. Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 31-maydagi avtomototransport vositalari va shahar elektr transporti vositalari haydovchilarini tayyorlash hamda qayta tayyorlash bo'yicha nodavlat ta'lim xizmatlarini ko'rsatish faoliyatini litsenziyalash tartibini yanada takomillashtirish chora-tadbirlar to'g'risidagi 408-sonli qaroriga tegishli tartibda o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Endilikda o'quv tashkilotida avtomototransport vositalari va shahar elektr transporti vositalari haydovchilarini tayyorlash va qayta tayyorlash yakuni bo'yicha bitiruvchilardan birinchi tibbiy yordam ko'rsatish, bemorni to'g'ri transportirovka qilish ko'nikmalari yuzasidan amaliy imtihonlar qabul qilinadi. Birinchi tibbiy yordam ko'rsatish bo'yicha amaliy imtihonlarning mezonlari Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan belgilanadi. Eslatib o'tamiz, avvalroq Sog'liqni saqlash vazirligi O'zbekiston hududida yo'l transport hodisalarida jabrlangan shaxslarga yagona birinchi tibbiy yordam ko'rsatish tartibini joriy etishga doir vazir buyrug'i loyihasini ishlab chiqqani xabar qilingan edi. Hurmatli tomoshabinlar, videorolikka bittadan like bosib, videoni yaqinlarga ham yuborib qo'ying.